Uyghur yazgıçısı Jaloliddin Bahramning Kömürçü bala nomli romani. Bu roman Belqut şirkatida ovozga elinib, Belqut to'rida anglitildi. Turdi Hasan oltin do'kon haqida gap boshlab, o'zining qilgan sehiy saxovatlarini, oltin kon echish ishlarini tasdiqlash, markazning ruxsatini elish, har xil rasmiyatlarni hal qilish jihatlaridagi tatqan jafo ajrlarini so'zlab, oxirida Ag'zam to'rining 200 ming so'mlik oltin do'kon echib berish va'dasida turmayotganligini puritib o'tdi. Ammo Qovuz ishchidan qistab kelayotgan masxiri kulkisini orolli tutib oldi. Chunki u naimaga erishguncha Turdi Hasanni kuchukum, umoq kuchukum deb aklatmasi bo'lmaydi. Mana shu turqidimi 3 yil ilgari o'zi sheriklari bilan niqoblanib bulab ketgan isbotni eslatib, Turdi Hasanni to'ydirmay ko'ldirlatdi. Qo'lingizda dadam qilib bergan isbot bo'lgandan keyin uning bilan astoydil so'zlashing. Bu qatam ko'murchiga qizning sut taqi uchun 50 ming so'm beribdi. Xotinlarga xashlasi bo'ladi ekan, o'zi hujjatlashgan savdoga ega bo'lmasa bo'lamdi ekan, dedi Qovuz masxiralik bilan hechiyib. Bo'lmasa sudga arz qiling. 3 yil oldidagi heliqi isbot qo'lingizda bordi, ha? Lekin deysiz bu boyvachcha. Umid oz demoqchiman. Agar shundoq bo'lib qolsa, oltin do'konini malli echib beray. Heliqi xatimni o'qigansiz. Qovuzning talabbuzi tamkin edi. Men oshu xatimda deganimda qilmasam, odam bo'lmay ketay. Ishonaman. Turdi Hasan dodillashdi. Siz qo'lingiz ochiq, himmatlik odamsiz. Qovuz kichik chang chasa, ammo ajoyib nafis yasalgan qip-qizil maxmal qutini yonchiqdan elib, og'zini ochdi-da, Turdi Hasan xazinasi. Quti ichida maxmalga patrilgan ajoyib zinnatlangan bir uzuk turadi. Uning hammali yeri ap-aq paqiraydi. Bo'libmi 8 qirliq oq ko'zi yolt chaqnab ko'zlarni qamashtiradi. Siz bundaq uzukni ko'rib boqqanmi? dedi Qovuz mag'rur qiyofatda. Bu degan olmos ko'zlik, oq oltin uzuk. Olmos ko'zlik, oq oltin uzuk? Turdi Hasanning ko'zlari chaqchaydi. Buning bahosimi balkim qimmatdir. 12 tuman. Nima? Mushu bir uzuk 120 ming so'mma? Turdi Hasan ochiqqina kuldi. Buni kimlar olar? Bu uzukning xaridorlari bankirlar, lider, direktorlar, ham shirkat, zavod, fabrika xo'jayinlari. Ular to'y, marika, bayram, xotira kunlarda bir-biriga taqdim qilishadi. Bo'libmi amaldorlarning ayollariga sovg'a qilish orqali ko'p ishlarni ravonlashtirg'ili bo'ladi. Gapimdan ranjib qolmagansiz, Tunazir. Yo'g'su. Turdi Hasan g'alitila kulib qo'ydi. Mening xotinim heligu 12 tumanlik uzukkan, 12 millionlik go'har bo'lsa-mu, ko'z qirini solmaydi. Qovuzning qalpiqlari titrab, g'o'ttidi yutindi. Chunki uning ko'z oldida qap-qora yung adyal ustida yotgan suz hol rang badallik yeliqi go'zal paydo bo'lgan edi. Xat, shu chog'da Oyoz degan dangal ilashtirmagan bo'lsa, bu Nozininning meg'izini chaqib qolmay, balki olqinida yong'oqdek o'ynatgan bo'ladi. Hozirqida qimmatbaholik uzukni sovg'a qilish emas,
balki yalang'och badallik suratini ko'rsatib maymundek o'ynatib bo'lar edi. Tova, sahraliq to'mpayning apparatni ochqib ketganini ko'rmamdigan. Bu kunda ahmaq odam qolmabdi. Tunazir qovuz qayrilib beshini ko'tardi. Bu o'zikni qizingiz Naimaga sovg'a qildim. Buni cho'qim berishingiz kerak. O'zingizni ayrim tortiqlayman. Bo'ladi. Cho'qim beraman. Turdi Hasan qizining kayniga kirib olgan ko'murchi bala haqida bir nima demoqchi bo'ldi-yu, lekin nima uchundir tilini tiydi. Agar uzukka ko'ngil to'xtatolmasangiz, atla shahardagi biror bankaga akirib tekshirtib, joliqi ham bahosini o'qib boqsangiz bo'ladi. Yo'g'isi. Turdi Hasan hijaydi. Sizga ishinaman. Molning turqidilla bilinib turmamdi. Amisa men qaytay. Qovuz o'rnidan turdi. Shaharda nurg'un ishlar meni saqlab turibdi. Qovuz mashinasini o't oldirib orqaga qaydirdi-da, derazadan qo'lini ko'tarib qo'yib ketib qoldi. Turdi Hasan mashinasiga chiqib, uzukni qayta qo'liga elib, o'rib-cho'rib, xeyli uzun qarab ketdi. U ko'nglida uzukni bankaga setib, oshmoqchi bo'lgan oltin do'konning dasmoyisi uchun elib qo'ymoqchi bo'ldi-yu, lekin bu niyatidan darhol yandi. Albatta, qovuz uzukni surishtirmay qolmaydi. Undaqda uzuk turmoq ayrim tortiqdanmi quruq qoladi. Turdi Hasan mashinasini orqaga yandirib, o'rmon ichidagi yilon bag'ri tar asfalt yo'lda asta ketib o'tdi. Iran daryosining agri-bugri eqinlarini bo'ylab yuqoriga o'rlagan seri qizil yo'pirmoqliq Iran o'rmonligi xuddi bo'yoqchining to'nlari o'rilib ketgandek ko'k, yeshil, qizil, seriq, oq, binafsha ranglarga o'zgarib, bo'lakchili uzlashib o'sniga to'ladi. Bara archa, qiyin, dub, tuxumak, musha qatorliq daraxtlar bilan qoplangan cheksiz o'rmon ballig'ini hosil qiladi. O'rmon ichida qarqat, olqat, marjon olma, ochiq o'rikka o'xshash tikanli kam tikansiz yo'mu mevalardan tarkib topgan to'qayliqlarmu ko'p edi. Bo'libmi iyolning o'ttirlari, o'rmon tuproqini bag'ashlab o'sgan qulubnik, malina, duldirganlarning mazili purg'i butun daryo sahilini qaplab ketadi. Turdi Hasan qizil maxmal qutini yechib, oftobga tutib ko'rib edi. Uzukning olmos ko'zi bo'lakchila chaqnab, uning ko'zlarini ochirmay qo'ydi. Bu qimmatbaholik nafis bo'yim Nozirning ko'nglini shodlikqa to'ldirgandan ko'ra, uning yelkisiga tugman teshini ortib qo'ygandek ko'nglini xira qilib qo'ydi. Bir qarasa odamning bahri echilg'idek. Biroq tutib qo'ysang, qo'ling kuyib, kul bo'g'idek bu o'tni Naimaga qandoq berish kerak? Rost gapni qilsam, u bu narsani pirqiritib avrazga tashlab etishi turganligi. Albatta u yilqi ko'murchi zangi zahar tutsa qo'sh qo'llab oladi ekan, qovuz sungan anqo sutini to'g'liqning bir tal g'erib mo'yig'imi tan qilmaydi. Tez ketayotgan mashinaning sur'ati birdilla ostilab, xuddi g'azonni ko'p yavagan eshakdek ig'onlab mengishqa boshladi. Chunki Turdi Hasanning taqir kallasiga tuyuqsizlar nozik bir plan kelgan edi. Albatta bu olmos uzuk. Oq oltin uzukni Naimaning qo'liga selib qo'yish kerak. U osmoqchilab so'rab qolsa, "Qizim, o'zimni ya, sapqini so'rama" degan gap bor-ku.
deb hazil qilib qo'ysa, Nayima tuz ko'ngli bilan dadamning so'g'iti deb biladi. Ammo bu uzukni yetmaydi deb kim aytalaydi? Tamsilan olganda, munchida, yetib uxlaganda, qo'l yog'liq paypoqlarni yuvganda degandek u chog'da opla yomon qipsiz qizim. Bu uzuk palonining emasmidi? Desimu ulguradi. Ishqilib grim do'konlari, bankadagi pul ham uzuklarning hammasi Naimaning put qo'lini bog'laydigan iskanchi bo'la oladi. Lekin heliqi qora ko'sayni qandoq qilganda o'z mayli bilan tezdirgili bo'lar. Texi turdi nozirning beshiga dassa, kechalari dochiga kelyapsa. Oyoz degan xumsi ularga yeshil chiroq yiqib solamchilik qilib bersa, kim biladi? Xol aymu ularning dumboqchisi-mu texi. Turdi Hasanda bir dilla ko'murchi bola bilan ko'rishish istagi tug'ildi. Namra bir balada Naimani ram qilvog'ida qanday xislat bordu degan qiziqish, shundoqla tavakkul daryosiga kema selib taliyinib bir sinab beqish orzusi tug'ildi. Shunga u o'q yo'lga chiqib bir oz mangandan keyin Cho'kantal ko'chasining do'xmishida ikki o'yliq bo'lib to'xtab qoldi. Bu yerda ko'p to'xtashqa bo'lmaydi. Sögat tallari sangilishib turgan mushi 200 qadamda ko'chaning u beshida dochining hayvatlik cho'ng darvozasi udul turdi nozirga qarab turibdi. Albatta qo'rodin Xalay, Oyoz, Naima, oyat bularning birarsi chiqib qelish ehtimoli bor edi. Yana bir tarafdan uning shaytini mashinaga mayni berib bir o'tqoldirsang tor suvga bir osh pishimga qolmay yetib borsan, to'g'liq bilan sodalashqin. U divona pulni ko'rsa, elg'u Naima ekan, jannatning hurlarini mu tashlaydi deb deydayga salatdi. Turdi Hasan mashinasini o't oldirib, oldiga 30 qadamcha mangmayla chaqla go'ya mang'isi kelmagandek xo'shaqmay o'ylanib yo'l chetida to'xtab qoldi. Turdi Hasan nima uchundir tor suvga berishni xohlamaydi. Xohlamaydi emas, balkim qo'rqatdi. Nimadan qo'rqatdi? Yoshlik chog'lari. Yoshlik chog'lardagi tatliq ochiq aslimilar. Tonush daryo bo'ylari. Ha, ras. Elqi jilg'i g'o'lidagi yolg'iz eran darg'ich. U bormidi? Bo'lgan taqdirdimi qerib ketgandu. Uning ostidagi yumshoq misillar balkim har yili o'sib chiqadigandu. Xayriyat, ana shundoq untulg'usiz xotirlarning qayta esga tushishidan yuragi sirqiraydi. Darvaqa jilg'i g'o'lidagi yolg'iz eran naganda turdi Hasanning tushida ayon bo'ladi. Yumshoq misilg'i cho'kib yotgan bir qiz bo'lsa, yigitning so'l quloqining ostidagi bodamda qizil xolni silg'inicha qizil gulga o'xshaydi ekan, deydi. Yigit Sahra ata qilgan bejirim ruxsarga to'ymay qaraydi. Qap-qara muloyim ko'zlar. Shabnam qo'ngan maysidek nam kirpiklar. Bir jup jinastidek holrang kichik lavlar. Shaqilidan amdala ayrilgan cho'jidak yumron qush ingaklar. Sahra to'qchidek qizargan oy yuzlar. Tova. U ozg'on hur bu dunyoda bo'lib o'tganmidi? Yosh qurmagan ko'zlari bilan vafosizlikqa to'lgan bu olamni kirimsan ko'rgan bo'g'iydi. Yo'q, balkim bu tushdir. Tush bo'lgandimi buningdan uzun yillar muqaddam g'ilpalla ko'ringan mavhum bir tushdir. Turdi Hasan buni o'zimi tushuntirib berolmaydi. Tushuntirishni ham xohlamaydi. Bu sir uning qop-qorong'u qalb hafsalariga band qilib bog'langan.
u bu sirri mahkumni əslashdanmı qo'rqdi. Shunga uningga selingan qulub, hatto vijdon qasrlarining quvuqlarimi dodlashib ketgan. Kabinki ichida tunjiqib o'ltirgan turdi Hasan, uyan o'yla, buyan o'yla, oxiri tug'liqni Ayoz orqali chaqirtib kelmoqchi bo'ldi. Lekin bu o'ydan shu hamalni yaldi. Chunki Ayozga ishongili bo'lmaydi. U darhalla Xal'ayga yetkizsa, Xal'ay Naimaga xabar qiladi. Shunga Tarsuga o'zi berishi kerak. Borgandimu kent ichiga kirmay, heliqi ismi nima edi? To'g'ri. To'p sugat ichidagi bag o'stan qishida to'xtab, biror dehqonni avatib, chorqirtib kelish kerak. Texi u yerlar 30 yillardan beri bormi, yo'q? To'g'liqni pul orqali niyatidan yondirishga ishongan turdi Hasan, Tarsuga qarab mashinasini qo'yinda qo'yibdi. Agar To'g'liqni o'zligidan chekinishga majbur qila olsa, Ayozning ko'tiga tepmak oson edi. Bo'y basti bo'lgani bilan ahli cho'lta bu dehqon balkim heliqi hujjatni to'ris yo'chig'ida baharaman uxlayotdi deb o'ylayotgandi. U nima deb o'ylasa o'ylayvermamdi. Endi dachidan 3 moy yer, 3 eg'iz uy talab qilishi tekasdi bani. Uxlab tushi. Yo'q gap. U hujjatni chiqarib beramagan ekan, barliq da'vat dasturlari, suran cho'qan ko'tarishlari, taraf-tarafda voy sashlari, ig'vo, tuhmat, fitna fasod bo'lib qolaveradi. Xal'aymu levini tishlashga majbur bo'ladiki, zuvan akbar qilinmaydi. Pah, oilani tartibga solishda buningdan ortiq islohot bo'lamdi. Ayoz, to'g'liqdek tutliqashanglar supir tozlanadi. Kömurchi zangidin umidi uzilgan Naima, Nozirning inchki planlagan iskanjilari oldida noiloj taslim bo'ladi. Shu chaqdalar turdi Hasan hordiga chiqib, cho'nqir tin oladi albatta. To'mirlarida qandaqdir bir lufchakning qini eqiyotgan o'gay qizni 20 yil boqqanning ajrsini ko'misi bo'lmas. Agar Nozirning sizib bergan siziqiga ko'nmaydi ekan, uning grim do'konlaridan, bankadagi pullaridan, oiladagi imtiyozlaridan mahrum qilib, rahimsizlik iskanjasida chirqirtib etish kerak. Shu chaqdalar yashashning o'limdan oson bo'lmaydiganligini tushunib yavaşlaydi. Paskoyga tushadi. Oldinda cho'kuldaydi. Demisimi turdi Hasanning iskanjaga elish amal choralari intayin ko'p. Endi turdi Hasan bir unda, bir tunda yashab kelayotgan ayolidan ancha voyimiyat qolmaydi. Bu chaqcha erining ko'ziga qarab, olqiniga talmirib kelgan Xal'ay hashamatlik turmushdan ayrilib qolishga ko'zi qiyarmi? Mumkin emas. Adnasi necha yillardan beri ayollik, rizqi nesivisi, gimu erishamagan bu notvan biror qitim eriga qosh ko'tirib qarab baqqani yo'q-ku. Agar qisir kiyikdek chopchib turgan mushu yoshlik cho'qonlar mundaq baxtsizlikka duch kelsa, bir cho'gin suv ishlatmagili muncha yillar bo'ldi. 2 ayol bir uyga kirib qopdimiz. Belining ostiga suyoqash bormagan degandek hayosiz gaplar bilan erining yuzini toplama tezak qilib etar. Darvaqa Xal'ayni kechikka kirgizmak paypoqning jipini sug'urgandek oson. Xayollar tubichiga chirmilib qolgan turdi Hasan Tarsu kentiga kirib qolganligini sezmay qoldi. Shunga mashinasining sur'atini ostiltib atrofga qarab mandi. Ammo kent ichiga xeyli ishkirlab kirib ketgachga mashinasini orqaga yondirdi. Shundaqdimi bek o'stan ko'rinmadi. U mo'stalnigan joyda bir qancha deb so'gat emas,
qo'yuq bir o'rmon paydo bo'lib qolgan edi. Uning ichidan sharqirgan bir ovoz kelayotdi. Turdi Hasan o'rmon ichiga kirib, hayol bo'lmayla yenib chiqdi. Chunki u nishonlagan joyni topgan edi. "Voy, ukamoy!" Turdi Hasan ketman ko'tarib ketayotgan yosh bolaga yaqinlashdi. "Mushu kentdagi To'g'liq degan bolani tanimsiz?" "Dadasi kim bo'ladi ekan?" dedi yosh dehqon ketmanini yerga qo'yib. "Tarsuda cho'ng kichik bo'lib 3 To'g'liq bor. Dadasining ismini bilmayman, lekin xolt ko'mir sotadi." "Ha, bildim, To'g'liq kamkanda. O'zi egiz, gavdilik, ko'kraklari kang, chasi yuzlik, qomlashgan yigitdi." Shu. Turdi Hasan ichida qomlashqani qursin deb g'o'dg'ishdi. "Naqshu, uni mashaga chaqirib bera olamsiz?" "Chatoq yo'q." Yosh dehqon parqirab turgan mashinaga Turdi Hasanga zan soldi. "Deb qo'ysam birdamlar bilan yetib keladi." Dehqon yigit ketib qoldi. Turdi Hasan so'gat o'rmonligiga kirib, Bag'iston shoqiratmasining to'smasida o'ltirdi. Ikki qasniqani yalpuz, yovubida til qanot qoplab ketgan bu o'stan 30 yil ilgari ana shunda tip-tinchsiz oqatdi. Onundan bir xil yalpuz bilan aman purg'a kelib turadi. Bir qarasang hech qancha o'zgarish bo'lmagandek edi. Shundaqdimi u chaqdagi it beliqlari sakrashib o'ynaydigan yog'och ko'rkram hozir simot ozmig'i o'zgarib bir necha tub do'ng'oq so'gat ko'chdi, olqanda kun nuri tushmaydigan qalin o'rmonliq bo'lib ketgan edi. O'rmonning past tarafidagi tugman burunqidaqlar bir qut xazinasi. Uning o'gisida paloqlari ajirgan choqpalak, sunuq xampa, yana qandaqdu qog'chiragan jihozlar dövilinib yotadi. Bir chog'larda suvga taqoq salg'ini kelgan tugmanchi yoki o'git deyitgan dehqonlar mushu ko'rkramga to'g'ri qo'yilgan yog'ochdan u yoqdan bu yoqqa o'tishadi. Aydin kechalarda bu yerlar to'limi jimjit salqinlikqa cho'mib, tugmanning gurgurishidan bo'lak hech nima anglanmaydi. Ana shu ko'rkramdan qo'yilgan yog'ochda o'ltirgan sahra qizi putlarida soni shalaplatqach yigitiga qiya beqib so'radi. "Turdi aka, beliqlar nima uchun pastdan egizdagi shaqiratmaga sakrashidi?" "Chunki hamma narsa egizga o'rlashni yaxshi ko'radi." "Sizmi shundaqmi?" Turdi Hasanning xayollari Bag'iston ko'rkiramida yana qanchalik firqaytdiki belgili bo'lmaydi. Lekin mashina atrofida aylanib yurgan bir yigitni ko'rib, darhol o'rnidan turdi. U suhbatning natijasidan ansirab turg'ashqimi, tiliqiqqina mashina oldiga keldi ham qomatlik yigitga bo'yinda qaradi. "Assalomu alaykum, Nozir ota. Obdan turdilimikin?" Turdi Hasan bilinar-bilinmas beshini langshitib qo'ydi. Uning takabburlik, manmanlik ham dimiqida pinni so'raydigan yo'g'onchilik salopitini ko'rgan To'g'liq qo'l uzatishni xohlamadi. Ular so'gat o'rmonligiga kirib, ko'p o'stan bo'yida to'xtashdi. Turdi Hasan yiqilgan daraxt bo'lida To'g'liq o'tloq qilib badashqanni qurib o'ltirdi. Ko'nglidan har xil parazlarni o'tkazayotgan ko'murchi bala bir tal o'tni tishlab o'zgach yer beqib turadi. Turdi Hasan uning yavash, muloyim turqini ko'rib, mendan qo'rqyotidi deb o'yladi. "Men gapni agitib, sulkat qilishni ancha yoqtirmayman." Turdi Hasan nopozliq arbablar perdasida gelini qirib qo'ydi. "Shunga gapni tezlik qilay. Bu jihatda ikkimiz o'xshashganmiz."
Turdi Hasanning bir dilli achchig'i tutdi. İkkimiz o'xshashkanmiz degan qandoq bema'nilik u. Bir ko'murchi o'zini chog'lamay Nozir bilan o'xshashman desa, bu xuddi poqining pil bilan manmanlik talashqanidek kulkilik gap bu. Qani, deb baqa. Nech pul olasan? Tarafba deyilgan bu gapni anqiramay qolgan Tug'luq damanliqqa bir nima deyolmay qoldi. U ko'zlarini chimchiqlatganicha Turdi Hasanga qaradi. Nimaga charchiysan? Pulning gapini anglab, o'shingni yo'qitib qo'yyotamsan, nima? Nozir ota. Turdi Hasanning o'g'isi qaynadi. Baymu ko'rishmayla Nozir ota devatdi bu abga. Qandoq o'zini chog'lamaydigan divoni bu? Kim sening otanken? Xayolingda qizingni baribir olamangu deydikansan-da. Sendek ko'murchining otisi bo'g'icha o'lib olamana? Sen to'la ota deveme odamning nomusini keltirib, ko'nglingdekini degin. Odamning nomusini keltirib degan so'z Tug'luqning g'ururiga xuddi yundi chashqandek ta'sir qildi. Shunga u yuz xotira qilib o'ltirmadi. O'zlari oti yo'lliq odam kalla. Shunga hurmatlab ota deb saptiman. Tug'luq ochiqida qizirib ketdi. Musulmonchilikda cho'nglarni buva, cho'ng dada, tog'a, aka deb hurmatini qilamiz. Bo'lmasa, sizlarda katta amaldarni menda ko'murchining ota deyishga haddimi? Tug'luq aslida sizlarni ota deyishga men xushtar emas demoqchi edi. Lekin u naimani o'yladi. Turdi Hasan har qancha nopozliq arboblar kibrini ishlatib, mamadoniliq, manmanlik qilsa-mu, u baribir yanala naimaning dadisi edi. Uning sizmi o'zining katkizib qo'yganligidan osol holatda dimiqib ketgan Turdi Hasanning ko'zlari g'il tallab, o'zini qo'yar joy topolmay qoldi. Bo'ldi. Turdi Hasan qayoqqadir qarab qo'l silkidi. Ko'nglingdekini de, qancha pul olasan? Turdi. Men Nima deding ha? Turdi Hasanning ko'zlari qisilib, kolpuklari mitildab bir qismini bo'lib ketdi. Meni nima deding ha? Turdi dedim. Nomusimni keltirib degan so'z yuragidan ko'chmagan Tug'luq uning ismini qasdan atagan edi. Nozir ota deganga ochiqlab qolgan yerda aka desam, yana silini xopib qo'ygadakman. Turdaxun day desam, har qaysilari oxunga texmi o'ch. Astag'firullah. Turdi Hasan bo'shib ketdi. Ajab qursqongda ilmikan to'la nima ekansana? Ha, bo'pti. Nima deysan degina? Qani, nech pul olasan? Men hech tushunamadim. Tug'luq rastalla tushunamay qolgan edi. Manga nima uchun pul bermoqchi bo'lib qoldilar? Aramizda hech qanday pul elim berim bo'lmagan tursa. Rost tushunamadingmi yoki xufsanlik qilyapsan? Rastalla uqanmadim. Amisa quloqingni ding tutib angla. Turdi Hasanning ko'zlari olaydi. Men sana 10 mingni, bo'pti, 15 mingni beray. Birli shart naymadin uzil-kesil umidingni uzisan. Tug'luq garangli bo'lib qoldi. Oldida turgan bu odam rostdan nozirmidi? Ülkede en muhim xizmatlarni zimmasiga olgan, davlatning muhim hujjatlarini ko'rib, xilma-xil murakkab masalalarni hal qilib, yo'l yo'riq berib turadigan, avomning mushkulotlarini osonlashtirib, ularning ma'ar yo'llariga sho'li chachadigan,
qonun nizamlarni tuzaydigan siyosiyonga hech o'xshamay turdi-ku u. U nimancha cho'pay. Oddiy bir ko'murchining ko'nglini pulga setib olmoqchi bo'layotgani qiziq. To'g'liq turdi Hasanning uzun chor choshlar to'lg'ishib turgan taqir cho'qqisiga jiyaklarini qat-qat qo'riq bosgan, yotma qapoqlariga salpiyib tushgan ikki ingikiga quloq ostidagi bodamdek qizil xoliga bir hozat tikildi. Bilqut xazinasi. Demang ichingga tushib ketdi-ku, dedi turdi Hasan ko'zlarini yo'g'on ichib. Bundaq ko'p pulni tutish emas, ko'ribmi boqmagansan. Ammo shu narsa esingda bo'lsinki, ikkimizning o'ttirsidagi bu kelishim mangu maxfiy bo'ladi. Shundaqla nayimaga o'zlikingdan ikkimiz bir-birimizga mos kelmaydiganmiz deb gapni uzaysan. Chilonliqqa ikkinchilab qadam bosmaysan. Agar men unda qilmasam-chu, nima? Pulni oz ko'rvatamsan? Sizlar pulni shuncha cho'ng bilamdilar? Bu nima deganing? Qaraganda xo'riking xeyli yo'g'on nimada qilasan. Turdi Hasan bo'lsa To'g'liqning cho'ng ko'zlariga tikildi. Men sana pul bermaymi, seni naymadan tazdiralayman. Ondaqda nima uchun menga pul bermoqchi bo'lib qoldilar? To'g'liqning qo'shimlari turildi. Sizlar qizlarining mendan kashmaydiganligini bilgashga meni setib olmoqchi bo'ldilar. Lekin shuni deb qo'yay. O'zim ko'murchi yigit bo'lsam-mu, menga ko'ngil bergan qizga xoyinlik qilishni yurakim ikkili dunyo ko'tamaydi. Qara, yigit, holingga beqib so'zla. Osmonga maqqaqadigan yo'g'onchilik sana yarashmaydi. Turdi Hasan qo'lini shiltidi. Sana kim qo'yibdi? Bir nozirning qizining oqisidan qo'g'lishni. Qo'g'ilgan taqdirangdimi bu ish o'qtamisiga kelarmi? Sen nada, qiz nada? Bu bir kulkuli komediya-ku. Agar vaqtida ho'shingni yig'ib, etangning tizginini tortmasang, bu komediya muqarrarki tragediyaga aylanadi. O'ttir maktabda o'qiyotgan chog'larimda muallim turmushda komediya tusini olgan ba'zi ishlar oqibatda tragediya bilan oxirlashadi degan edi. To'g'liq ifodasizlar kulib qo'ydi. Sizlarning selayotgan qo'rqoqlarini anglagandan keyin bu so'zning tegiga yetganda bo'ldim. Qo'llarida huquq, imtiyoz kaltiki bo'lgandan keyin meni so'lamlar, otamlar mana oldinlarda turibdiman. Biroq pullarini olmayman. Turdi Hasan To'g'liqning qog'i paydak to'm qora qoshlariga, ro'shan chaqnab turgan cho'ng ko'zlariga, qirliq burniga, to'mirlari ko'p-ko'p bo'lib chiqqan bo'yinlarga, qisqasi marmar toshdan o'yilgan haykaldek mazmut ham nurona simasiga qaraganicha, "Tova, mau ko'murchini ko'r. Munozirada meni to'sib qo'ygadak. Aql farosat nadin kelgan buningga? Qora tilini ochiqligini. Bir gapi zig', bir gapi miqu bu zangining." deganlarni ko'nglidan o'tkazdi. U buningdan battar lat bo'lib qolmay dedimi, aytavur o'rnidan turdi. Biroq yetib qolguncha etib qol degandek To'g'liqni oxirgi qitim yana bir chekib ko'rmoqchi bo'ldi. "Biz to'la datalash qilmayli", dedi turdi Hasan yer yiqib turgan To'g'liqqa qarab. "Men sana 20 ming so'm beray. Endi u bo'lgandi. Sen bu pulga uy solamsan, xotin olamsan, ot harbi setib olamsan. Bu o'zingning mayli. Ammo bu omadni qo'ldan berib qo'ygan odamni ancha aqlliq degili bo'lmaydi." Tunazir
Men özürdek rəhbərlərini Asiyadi avam xalqı boludu deb bəkmi çoğ biletdim. Biroq özləri pul deb turdi ekanlar. Tuğluq xijillik ilkida aramla so'zlayotdi. Biz dehqonlar qursiqimiz och, uchimiz yelin yupun qalmasala shukr qanoat qilamiz. Hargiz pul, yana pul demaymiz. Sizlar pulni shuncha cho'ng bilgankanlar, men 8 mo yerimni, ot harvamni, o'ylaramlarimni, hatto qo'y kaptarlarimni setib, pulning hammasini beray. Naymani tanlik sanmagan bo'lsinlar. Turdi Hasan Tuğluqqa boshdan oyoq chakchib bir qarab etgandan keyin "Tfi" deb yerga tukadi. Ondan long chamdab o'rmondan chiqdi. Uning kelangsiz basti sus titravatdi. Texi beshini kabinka ustiga urib elib, nimadir deb g'udonshidi. Ham mashinani o't oldirib, yanğa qayıvatqanda kabinka derisidan "Sen yotqanға qarab tutsunmaqın kerak edi. Keyingi kunlarda pushaymon qilib ulgurmaysan" deb xirqiradi-da ketib qoldi. Santana sahra yo'lida o'y katanglarga qaramay chapmoqda edi. Xuddi bozorga oldirgan o'tinchi qiha quta deb eshikini hadab qamchilig'inidek turdi. Hasan mu mayni to'xtamay berib ochiqini mashinadan olmoqda edi. Demasam shu kamgacha birarsi uning gapini ilik olmaydigan, takallashadigan yoki gapda to'sab qo'yadigan ishlar bo'lib baxmagan. Oddiysi hech kim oldida to'g'ri turolmaydi. Qara mavshumni, xat ko'zingga ko'rsatmasam, sen degan tuxumning ichida cho'kildavatgan bir chuja. Turdi nozir bo'lsa, osmonda parvoz qilayotgan bir burkut. Sen uning o'tkir tirnoqliq panjalarining ta'mini tetib ko'magicha sut uyqungda uxlaverdigan o'xshaysan. Biroq nozir sana qo'l selib o'zini bulg'amaydi. Eng atli chora qovus betbashar orqali tovonga tayandirib, odam bo'lg'iniga ming tovi qilasan. Turdi Hasanning to'xtamay lipildavatgan so'ng'oqlari, g'ulchirlavatgan tishlari bir dilla to'xtab, mashinani yo'l chetiga tortdi. Chunki yonfon tuyuqsizla sayrab ketgan edi. "Vay! Va alaykum. Qani, kotibma?" "Bu men. Men. Bo'ladi. Bir necha kun ichida yo'lga chiqay." "Nima? Shuncha jiddiymikan?" "Bu Li Nozirning fikri dedingmi?" "Bo'ladi. Men bugunla yo'lga chiqay." Turdi Nozirning chiroyi bir dilla o'g'i ichib yig'ni yutgandek sarg'ayib ketdi. U mashinani cho'ng yo'lga solganda madori ketgan qo'llari rolni oralni qayridi. Atlik shaptoldek qilin kalpuklarimi to'xtamay nimalarnidir deb mitildaydi. Yangi nozir hayvatlik bezalgan ishxonamga, qo'ng'ir rangli xizmat ustilimga, nozirlik o'rindiqimga, maxsus mashinamga shuncha valamu oldirib ketgan bormi? Texi xizmatlarni o'tkazib berish ham uzatish murosimi echilmoqchi. Qara gapining chiroyliligini. Onundan ko'ra ko'ttinga tepish murosimi desili bo'lmadimi? Tayinliq o'rnimga kelgan yangi nozir chaq Li nozirning oldida kuchuklanib o't qo'ygan gap. "Hey darixa, odamning oldi gul, kayni tikan degan rostgan emasmi? Har qanday cho'nkadir huquqdan qilib qolgan daqiqadan boshlab hamma odam uningdan yiqmaydigan bo'lib qoladi ekan. Burlarda tirnoq tatilab, üllikrakmi kekranmaydigan kotibning ovozi chig'ida xuddi bayramda chaladigan dumbaqdek bong chiqida. Xayr, bu echinishli taqdirga alhamdulillah demay nima chora?" Ishchi hasratlik pig'onga to'lgan Turdi Hasan kabinka derisidan atrofga qarmoqda edi. Bug'doy engizliqlari, o'tlayotgan qo'y kalalar, oddiy dehqon ho'ylalari, qator ketgan suvadan teraklar, o'ris gul, toji xo'roz,
Pil-pil güllər höppidi içilib ketgan ko'zlaklar suvari tutuşib ketməkdə idi. Turdi Hasanning qonaqqa suv tutuyotgan bir dehqonga ko'zi tushib qoldi. Dehqon yo'g'on ketmanini yaltiratib, gupli qilib yerga pattirdi-da, bir patman to'pini elib, eriq ichiqaga tashladi. Etizga shurqirab shuncha tez kirayotgan suv shu hamon chipli to'xtadi. Bu manzara uni cho'nqir o'yga soldi. Ras emasmi? Pensiyadan iborat ikki ketman uning ko'liga nech tarafdan kirayotgan suvning yiltizini churqli uziverdi. Әмділікті көлінің suyu bara-bara azlap yo'qaydiki, uni to'ldiradigan manba bo'lmaydi. Albatta, mashinaning yumshoq divoniga ko'ngan qo'nglar sahraning ot eshaklariga hargiz ko'nolmaydi. Har kunligi 3-4 vaqtliq har xil qo'rima, qiymaliq taomlarga ham oziqliq moddasi yuqori bo'lgan yemakliklarga dandab qolgan eg'izga oddiy avomning odatdagi ertgan chayi bilan to'nir nonlari tetimaydi. To'nglatqularda saqlangan xilma-xil sovuq ichimlik, qo'g'in tovus, yal yemishlar, to'muz issiqlarda jonning rohati. Vaqt qaralida zamonaviy aslahalari to'liq munchalarga tushib turish nima degan huzur? Bilqut xazinasi. Kulda ko'mach bo'lib xizmatini qilayotgan chakarlaring xo'jayin deb qo'ysa, ruhiy chinoring mingaz o'rlaydi. Ko'nala hayvon tuyoqdan, odam quloqdan samirar deb bekor etmaganda. Abnasi hashamatlik bezalgan katta esil uylarda yashash, televizor, sinalg'u, VCD plastinkalarni ko'rib, ko'ngillarni ko'kartish albatta odamning umrini uzartadi. To'g'ri, rohatidan jafasi, shodliqidan xafalig'i to'la bu koni rabatga kim to'yib o'tibdi? Qarchig'ining panjalarida jeni tumshqaga kelib qolgan to'shqan chag'ida odam tishlaydi. Xulosa kalam nima bo'ldi? Agar maishat buloqlaring uzilmay eqib turadigan ana shundoq 9 tal boy g'anilardan bo'lsang, jannat degan mushu dunyoda. Hargiz rivoyatlarda aytilganidek nesi emas. Naq. Biroq ular uchun yanala dimbis qizil salyaxun pul kerakda. To'g'ri, pul. Yanala pul. Santana chilanliqqa kirib kelishi bilan turdi Hasanning kallasida ko'tarilgan quyin qutirashqa boshladi. Bu qitim idora mashinani tortilish aniq. Tog'dagi 100 dona to'mir sog'liq hozir 300 dan oshdi. Cho'ng kichik donasini 300 so'mdan sotgandimi, oralla 100 ming so'm atrofida bo'ladi. Bu Santana 2000 markalik emas, balki odatdagi Santananing puli. Biroq tog'dagi to'mir sog'liqdan iborat buloqni quritib etsa, so'noq ko'ngilni yashartib turgan kichikkina manba to'zib ketmamdi. Ishonch qilg'udak hech nima qolmaydi-da. Amdi bexatarlik ishkatdagi pulga hargiz chiqilmaslik kerak. Onunga qo'shishqi bo'ladiki, tirnoqlab yunishqi bo'lmaydi. Xal ay bilan nayima ona bola ikkisi bir kuni bo'lmasa bir kuni juvsini ta'tirga ishi mumkin. Mana shu chog'larda bexatarlik ishkatdagi go'har o'zining saxovatlik nurlari bilan turdi Hasanni yanala osmondagi zuhal yulduzidek chaqnatdi. Biroq hozircha oltin do'kon o'xtasiga kelgan bo'lsa, gepcho'ng, yuragi butun bo'lgan bo'lar edi. O'zini chaqlamay 17 yoshli qizning jigidilik bog'chisiga kirib qolgan ag'zam do'q tumshqida chivin qo'rib nalada yuriydikin. Agar u pensiya shum xabarini anglab qolsa, oltin do'kon ichib berish emas, balki sag'risining terisini elib yuziga chaplashdan yanmaydi. Voy, ta'tir palak. Turdi Hasan mahallaga kirib kelish bilan ig'ir uhsindi. Ajab yomon vaqtda e'lon qilindi bu dardisa. Endi oilaga ketadigan iqtisodni o'ylashmasam bo'lmagandak. Naimaning do'kon kirim foydasini
o'zimning kartoshkamga kirgizib olishim kerak. To'g'ri, bog'ning barliq mevalarini baqqallarga setib, egidorchilik huquqi o'z ilkimda bo'lgani yaxshi. Bu chaqqicha Oyoz bilan Oysimaning yillik ish haqiga hisob qilib berganim yetar. Buning uchun Oyozni qo'g'lash kerak. Bugunlik ko'ttiga tepmasi bo'lmaydi. Turdi Hasan mashinaning tumshiqini darvozaga taqab, so'zib signal berishi bilanla Oyoz darhol hayal bo'lmayla darvozani cho'ng ochdi. Ham nozirga egilib salom qildi. Ammo Turdi Hasan uningga qarab qo'ymay, Santanani rangli chaqchuq yeytilgan yo'ldan aylantirib, mashina uyi oldidagi Simon saynaga to'xtatdi. "Tunazir, mashinani mashina uyiga akirib etaymi?" so'radi Oyoz qayoqlag'idu qarvagan nozirdan. "Yoki yana biror yerga berishni o'ylayotgandilar?" "Bo'ldi, mashinani akirmay joydala pokiz yuvat." Turdi Hasan yana Oyozning chiroyiga qaramadi. "Men salqin tushgandarak Urumchiga mangadigan-dek turaman. Mashinani yuvib bo'lib, mening qishimga kir." "Xol ay nima degan ho'shyor ayol?" deb pichirladi Oyoz Turdi Hasanning orqasidan. "Bu odamning alpozidan meni bugunlik qo'g'laydiganligi chiqib turmamdi." Bilqut şirketida ovozga elinib Bilqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Ko'murchi bala nomli romanini bugun mushagacha anglatdik. Davomini atki anglatishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Shinjongning har qaysi joylaridagi Shanxua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu kitobni setib olib, saqlab qo'yishini tavsiya qilamiz.